Birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Charchamoqchilar, sizlar sizlarga foydali bo'ladi degan bir video qilib qo'ydik, ko'ringlar. Madinada yashab turgan birodarlarimiz fitness zaliga kelmoqchi bo'lsangiz, yaxshi zal topib qo'ydim sizlarga. Ko'ringlar, foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, mana tashqaridan ko'rinishi misolimiz. Orqa tarafda ham stayankasi bor, oldida ham stayankasi bor. Mana fitness zalimizni, kiyinish xonasida saunasi bor, saunasini ko'rsatmoqchi. Ham jakuzzisi. Hammasi mo'zdek. Bunisi issiq. Bu yerda bu saunasi. Bismillah. Voy, o'tirasiz mazza qilib. Ko'pchilik kirmasa ham bu yerga. Men bitta o'zim. Ko'pincha bitta o'zim o'tiraman. Bitta ikkita odam kelib qolmasa. Trenirovka qilib bo'lgandan keyin mazada tana bo'shashib, muzdek suvga botdan chiqib bitta tushasiz. Barlar bor bu yerda, yeguliklar ham hammasi, suv hamma narsa bor. Ko'rishinglar mumkin. Yuguradigan joylar. Birodarlar, bu videomiz Madinada yashaydigan va yaqinda kelmoqchi bo'lgan birodarlarimizga foydali bo'ladi degan niyatim bor. Foydali bo'ladi deb o'ylayman. Kelsanglar, birgalikda niyat qilamiz inshaalloh. Barakallohu fikum. Shunaqa ko'rinishda